Qadimgi tabobatda aytilishicha, o'rikning mijozi ikkinchi o'rinda ho'l va sovuq, shirin navlari issiqroq. U issiq mijozlar uchun yaxshi bo'lib, og'izdagi noxush hidlarni bartaraf etadi. O'rik suvi safronni haydaydi, chanqoqni qoldiradi, qon bosimini tushiradi, oshqozondagi issiqlikni tinchlantiradi, nordon shirin kekirishni bartaraf etadi, tanani xushbo'y qiladi. Ammo o'rik sovuq mijozlilar, oshqozoni kuchsiz bo'lganlar va qariyalarga zararli deyiladi. O'rikni nahorda, ovqatdan so'ng iste'mol qilmaslik kerak. O'rik yegach, ustidan sovuq suv ichish mumkin emas. Zamonaviy xalq tabobatida o'rikning quritilgan mevalari, ya'ni turshak, hazm jarayonlarini normallashtirishda, oziq sifatida, o't va yel haydovchi vosita sifatida, sariqlik kasalligida ishlatiladi. Zamonaviy tibbiyotda o'rik kaliy o'rnini bosuvchi vosita sifatida kuniga 1 stakan turshak iste'mol qilish tavsiya etiladi. Yurak kasalliklarida, shuningdek, siydik haydovchi dorilar tavsiya etilganda organizmdan kaliy ko'p chiqariladi. O'rik kaliyning o'rnini to'ldiradi. Shuningdek, turshak iste'moli kataraktaning ham oldini oladi. Onkologik bemorlarni kimyo bilan davolagach, ich qotish kuzatiladi. Bunda ham o'rik tabiiy shifo bo'ladi. Yangi o'rik mevalari ichni suradi va me'yorga keltiradi. O'rik temir moddasiga boy. 100 gram o'rikda 250 gram jigardagi kabi temir saqlanadi. Shu sababli temir tanqisligi kamqonligida foydali. O'rik spermatozoidlarni rentgen nurining zararidan himoyalaydi. O'rikda ko'p miqdorda karotinoidlar va fenol birikmalar borligi tufayli antioksidant ta'sir ko'rsatadi, ya'ni organizmni yashartiradi. Alsgeymer kasalligining oldini oladi. O'rik gepatoprotektiv, ya'ni jigar hujayralarini tiklovchi ta'sir ko'rsatadi. Yapon o'rigi ekstraktining gepatoprotektor, yallig'lanishga qarshi, antioksidant, antibakterial, o'smaga qarshi. Shu o'rikning tuzli ekstrakti esa viruslarga qarshi ta'sirlari aniqlangan. O'rik sharbatining 150 grammi organizmning karotinga bo'lgan kunlik ehtiyojini qondiradi. Sharbatni oshqozondagi kislotalik past bo'lganda, disbakteriozda tavsiya etiladi, ammo qandli diabetda tavsiya etilmaydi.